Oxirgi marotaba onangiz bilan qaysi mavzuda gaplashgansiz? Onangizni so'nggi marotaba qachon qattiq quchoqlab, sizni yaxshi ko'raman deb aytgansiz? Hayoting bo'lsa go'zal, omading ketsa har gal, yoniga borgan avval ko'nglini olgin onangni, mehribon yagonangni. Meni duo qiling deb, borlig'im siz biling deb, baxtimga bor bo'ling deb ko'nglini olgin onangni, mehribon yagonangni. Onajon, 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 mehribongina. Onajon, onajon, siz mening yagonagina. Onajon, 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 mehribongina. Onajon, onajon, siz mening yagonagina. Baxtimga bor bo'ling deb ko'nglini olgin onangni, mehribon yagonangni. Onajon, 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 mehribongina. Onajon, onajon, siz mening yagonagina. Onajon, mehribongina. Onajon, onajon, siz mening yagonagina. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Sizchi? Siz qachon onangizga yaxshi ko'raman deb aytasiz?